Kun davomida energiyaga to'lib yuraylik deb ertalabki choyga shunaqa yegulik tayyorlasam, oila a'zolarim bu issiq yegulikka qo'shib qo'lligini ham yeb qo'y deyishdi. Qizlarim-yu gapirmasa ham bo'ladi, shirin chiqibdi oyijon deb qayta rahmatli aytishdi. Voy, gazga choy qo'yib to qaynab chiqquncha pishirib ulgurarkansiz. Asosiysi sizda ziravorli pergament qog'ozi bo'lsa bo'ldi. Rus opamiz aytganlaridek ziravorli pergament qog'ozimiz ustiga tovuq filesidan ko'rpacha to'shab, bisotimizda borini ketma-ketlikda taxlab, pergament qog'ozimizni qayiltirib, mahsulotlarni bir-biri bilan quchoqlashtiramiz. Tavaga solib, orqa oldini qizartirib pishirib olgunimizgacha ayollar uchun ro'zg'orda foydasi tegadigan ma'lumotni bermoqchiman. Ham vaqtingizni, ham naqdingizni tejab, uydan chiqmasdan sifatli mahsulotlarni skidka narxida olmoqchi bo'lsangiz, Korzinka Go ilovasiga kirasiz. O'zingizga kerakli mahsulotlarni tanlab, boyagi ziravorli pergamentni ham qo'shib olasiz. Birinchi 3 ta buyurtma uchun 90 ming so'm chegirmani ham qo'lga kiritasiz. Sizlarga shu ma'lumotlarni bergunimgacha o'zi bilan qo'shib qo'lingizga ham yeb qo'yadigan issiq yeguligimiz tayyor bo'ldi. Osh bo'lsin, shifo bo'lsin.